Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan telefon. Men sizlarga iPhone'ga optimizatsiya qilishni o'rgataman. Optimizatsiya bu nima uchun kerak? Optimizatsiya telefonni to'liq nastroyka qilinsa, telefonni qizishi kamayadi, qotmaydi, fabrika o'ynaygina silliq ishlaydi, hechot regalar kuchayadi, yaxshi chust qo'yib, trenirovka biror darajaga yetsangiz bo'ladi. Optimizatsiya nimaligini bilgan bo'lsangiz, biz boshladik. Qanday ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunday qiling. Ko'rsatilganlarni qolmayotgan bo'lsangiz, videoni sekinlashtirib qilib oling. Bu juda katta foyda beradi. Keyingi videolarda men Android uchun chiqarishga harakat qilaman. Android uchun chiqsinmi? Shu haqida fikringizni yozib qoldiring. Like, obuna, esda chiqmasin.